Assalomu alaykum aziz opa-singillar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlarga mana shunaqa ajoyib korzinka to'qishni o'rgatmoqchiman. Buning uchun bizga shunaqa tayyor fanerlardan foydalanaman. Buni Faner o'z kanalidan grupasidan dastlabki qidirganman. O'zimiz logotipimiz bilan yasab berishgan. Orada reklama bo'lib ketdi endi bunisi. Yasab berishgan. Mana bu iplarni ham ulardan olganman. Shunaqa faner iplar, trikotaj ikki xil rangdagi ip. Mana shunaqa ingichka kurchoq kerak bo'ladi. Bu obvязка qilishimiz uchun mana shunaqa 4,5 razmerdagi kurchogimiz bizga to'qishga kerak bo'ladi. Bismillah deb birinchi navbatda obvязка olishdan boshlaymiz. Obvязкani qanday olamiz? Mana bu kurchok, mana bu oldi tomoni, bu ichida turadi korzinkamizni. Shuning uchun mana orqa tarafdan ipdan ozgina yordamchi ipimizni ozgina uzunroq qilamiz. Oldik. Yaqinroqdan ko'rsataman. Buni olgandan keyin bu ipimizni ushlab turamiz. Mana bu ikkinchi o'ngga kirib, yana bu teshidan chiqib ketamiz. Keyin buni ichidan o'tkazamiz. Mana hozir boshida mana bu ipimiz chiqib ketishga moyil bo'lib turibdi. Mana shunday holatda bo'ladi. Ehtiyot bo'lib to'qasizlar. Keyingilarida уже chiqib ketmaydi. Mana shunday holatda aylantirib kiramiz. Ipni oldidan mana qarang, mana shunday holatda olib o'tyapman. Olib chiqamiz. Keyin mana bundan olib o'tamiz ilgakdan. Mana shunday qilib aylantirib to'qib chiqamiz. Mana shunday qilib. Mana aziz opa-singillar, qator oxirigacha yetib keldim. Mana bu lekin oxirida bitta qolganda shu joyga e'tibor berishlarini so'radim. Mana bu ipimizni olmaymiz. Endi bunga kelganda mana bu boya tashlab ketgan yordamchi ipimizni olib chiqamiz bu yerga va kurchoqdan chiqarib olamiz mana bu ipni uchini. Mana shunday holatda bo'ladi. Endi keyingi qiladigan jarayonimiz mana bu birinchi olgan petlyamizdan mana bu ipni yordamchi ipimizni bu yerga olib o'tamiz orasidan. E'tibor bering. Endigisida mana bu yerdan olib o'tamiz. Shunda obvязкamiz mana ko'rinib orasidan chiqaraman. Mana shunday holatda bo'ladi. Endi ikkinchi obvязкani olamiz. Ikkinchi obvязkamizda mana bu asosiy ipimizni mana shunday qilib har bir nimaga bittadan kirib to'qib ketamiz. Agar sizlarda ham iplaringiz ingichka bo'lsa, har 5 ta petliyaga bittadan ko'paytirish qilib ketasizlar. Agar iplaring qalin bo'lsa, bir qavat ipda hammasiga bittadan kirib to'qib ketsalar bo'ladi. Endi ipim sal ingichkaroq bo'lgani uchun har 5-sida bittadan ko'paytirish qilaman. Mana 1 2 3 4 ta, mana 5-sida bitta ko'paytirish qilinadi. Mana kiramiz, ipni olamiz. Bundan ip kurchoqda aylantirib bundan olib o'tamiz. Mana shunday holatda bo'ladi. Mana bu birinchimiz hisoblanmaydi. 1 2 3 4 5 mana
mana shu 5-siga ikkita kiramiz. Mana. Keyingisi yana 5 ta to'qiymiz. Yana bitta ko'paytirish qilamiz. To'rtinchisi, beshinchisi. Endi yana bitta ko'paytirish qilamiz. Qator oxirigacha shunday qilib har 5 tada bitta ko'paytirib qator oxiriga kelamiz. Keyingi qatorda ko'rishamiz.